Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men bu videoda sizlarga german tilida bo'lishsiz jumla qanday qurildi, buni qisqa tushuntirib o'tay. Bilganinglardek Uyg'ur tilimizda bo'lishsiz jumlalar ma qo'shimchasi yoki emas degan so'z bilan qo'shildi. Masalan, men o'quvchi emas, men o'qituvchi emas, men tamoq etmayman, men sirtqa chiqmayman deganga o'xshash. Ya'ni bular bo'lishsiz jumla deymiz-ku. Endi german tilida mushu xil jumlalarni qanday quramiz degan vaqtida, ya'ni bo'lishsiz ma'noni qanday beramiz degan vaqtida nicht yoki kein so'zi bilan beramiz. Endi normalda fe'lni, sifatni yoki butun jumlani bo'lishsiz qilishda nicht ishlatiladi. Ya'ni ko'pincha vaqtda fe'lni deb tushuninglar. Fe'lni bo'lishsiz qilish uchun nicht ishlatiladi. Bu Uyg'ur tilidagi emas deganga o'xshash. Kein degani ismlarni bo'lishsiz qilishda. Bu emas yoki emas deb tushunsanlar bo'ldi. Nichtni ma qo'shimchasi deb o'ylasanglar bo'ldi. Ya'ni mushu nicht kein mush so'zlar, mush ikki so'z orqali va ikki so'zning kein degan farqli shakllari bo'ldi. Akkuzativ, nominativ shu nimasiga qarta, turilishiga qarta. Shunga mush ikki so'zni asosiy esinglar tutib olsanglar, bo'lishsiz german tilida bo'lishsiz jumla qilish uchun nicht yoki kein mushni ishlatirganmiz deb bilib olsanglar bo'ldi. Bu muhim nuqta. Endi biz buni o'rganish uchun avval örnek cümle ko'rib baqayli. Men sol tarafga bir qator qarsanglar bo'lishliq jumla, o'tirsiga bo'lishsiz jumla, keyiniga Uyg'urcha tarjimasini berdim. Bir qarab o'taylik. Ich habe ein Auto. Ya'ni mening bir mashinam bor. Endi qarsanglar ich habe kein Auto. Mening mashinam yo'q. Qizil qilib qo'yganim keine deganga o'xshash, ya'ni qarsanglar. Das ist eine Katze. Bu bir mushuk. Das ist keine Katze. Bu mushuk emas. Ich habe zwei Kinder. Mening ikki balam bor. Ich habe keine Kinder. Mening balam yo'q. Ich esse Fleisch. Men go'sht yeyman. Ich esse kein Fleisch. Men go'sht yemayman. Kein qarsanglar. Ich esse Fisch. Men baliq yeyman. Ich esse keinen Fisch. Men baliq yemayman. Ich habe Hunger. Mening qo'rsqim ochdi. Ich habe keinen Hunger. Mening qo'rsqim ochmadi. Ya'ni mushu bo'lishliq jumla o'sqanda bo'ldi-ki, bo'lishsiz bo'lganda qanday qildik ekamiz mushu qarsanglar bo'ldi. Qizil rangli qilganim kein yoki keine. Keyingi davomlashtirib qaranglar. Es ist kalt. Ya'ni havo sovuq. Es ist nicht kalt. Sovuq emas, havo sovuq emas. Du bist Maya. Maya degan shaxs ismi. Siz Maya. Ya'ni siz bo'lsangiz Maya. Du bist nicht Maya. Siz Maya emas. Ya'ni masalan hayron qolgan, siz Maya emaskansiz-ku, siz kim deganga o'xshash, ya'ni bir bo'lishsiz jumla shakli. Ich lese die Zeitschrift. Men bu jurnalni o'qiyman. Ich lese nicht die Zeitschrift. Men bu jurnalni o'qimayman. Ma qo'shimchasi ko'zlanlar. Men bu jurnalni o'qimayman. O'qimayman. Ich wohne in Berlin. Men Berlinda o'ltirman. Berlinda yashayman. Ich wohne nicht in Berlin. Men Berlinda yaşamayman. Mening uyim Berlinda emas demek. Yani bo'lishsiz shakli. Bu videoda men sizlarga german tilida bo'lishsiz jumla qurishni qisqacha tushuntirish uchun qilganligim uchun oddiylam bo'ldi. Ya'ni qayta bir takrorlab o'tsak, german tilida bo'lishsiz jumla qurish uchun ikki so'z ishlatamiz. Nicht yoki kein. Nichtni fe'lni, sifatni va butun jumlani bo'lishsiz qilishga ishlatamiz. Kein deganni aniqsiz bo'lgan, aniqsiz ismlarni bo'lishsiz qilishda ishlatamiz. Amsa keyingi videoda ko'rishaylik. Tschüss.